Bo'ka tumanida Toshkent viloyati pillachilik mutaxassislari uchun ipak qurti parvarishlash va tutchilik sohasiga oid zamonaviy texnologiyalarni qo'llash mavzusida o'quv-amaliy seminari o'tkazildi. Seminarda pillachilik mavsumini uyushqoqlik bilan tashkil etish, belgilangan rejalar asosida ipakchilikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Ipak qurtini yetishtirish va pilla hosilini ko'paytirish xalqimizning azaliy kasblaridan biri hisoblanadi. Shu sababli ham respublikamizda pillachilik qishloq xo'jaligining muhim tarmoqlaridan biridir. So'nggi yillarda ushbu soha sanoat miqyosida rivojlanib bormoqda. Xususan ipakchilikda ilg'or texnologiyalarni joriy etish, sohani ilmiy asosda tashkil qilish hamda pilla yetishtiruvchilarning moddiy manfaatdorligini oshirish dolzarb masalalardan biriga aylandi. Ushbu seminar ham ayni shu maqsadda o'tkazildi. Asosan ipak qurtini bilan shug'ullanishimizdan maqsad oilamizga qo'shimcha daromad keladi. Yana biz o'zi qishloq sharoitida yashaganligimiz uchun uni o'tinidan ham qishda o't yoqib foydalanamiz. Ipak qurtini 15 yildan beri tutib kelamiz. Hozir mana bugungi seminarimizdan mutaxassislarimizdan kerakli bilimlarni oldim. Yangicha ipak qurtini yangicha boqish usullarini o'rgandim. Xudo xolasa bu yil ham shu yangicha usullardan foydalanamiz. Seminarda ishtirokchilarga pilla yetishtirish jarayonlarini sanoat usulida yo'lga qo'yish bo'yicha tavsiyalar berildi. Xususan Xitoy tajribasi asosida ipak qurti yetishtirish texnologiyalarini mahalliy sharoitga moslashtirish, tutzorlar tashkil qilish va xonadon sharoitida ipak ishlab chiqarishni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, ipak qurti yetishtirish jarayonida urug' tanlash, uni inkubatsiyadan chiqarish va xonadonlarda parvarish qilish texnologiyalari tushuntirildi. Mahallada yashab ko'p yillardan buyon tut ipak qurtini boqib kelyapman. Tut ipak qurtining jamiyat uchun ham, oilamiz uchun ham juda katta foydalari bor. O'tgan yili 3 quti pilla boqib, bundan 200 kilodan ortiq pilla hosilini yig'ib oldik. Bu qisqa fursat ichida mana shuncha yutuqlarga erishyapmiz. Mana bugungi bo'layotgan seminarimizda tut ipak qurtini boqishning yangi usullarini o'rgatyapti. Bu usullardan ham foydalanib, yanada samaraliroq natijalarga erishishni mo'ljallab turibmiz. Mutaxassislar ipak qurtining rivojlanish bosqichlari, harorat va namlik sharoitiga qo'yiladigan talablar, oziqlantirish jarayonidagi muhim jihatlar haqida batafsil ma'lumotlar berishdi. Pillachilikdan olinadigan daromad va mahsuldorlikni oshirish uchun band bo'lmagan xotin-qizlarni ipak qurti parvarishiga jalb qilish muhimligi ta'kidlandi. Tadbir yakunida o'quv kursida ishtirok etgan mutaxassis va pillakorlarga maxsus sertifikatlar topshirildi.